Assalomu alaykum hurmatli aziz yurtdoshlar. Davlatim otam jannatim onam ko'rsatuvi davom etar ekan. Hozir biz Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Chordaraxt qishlog'idamiz va bugun Halimaxon onajonimiz baxtli kunlarini mana qarindoshlar, yaqinlar birgalikda nishonlashni niyat qilganmiz. Onajon umringiz uzoq bo'lsin, sizga sihat salomatlik, baxtli onlar tilab qolamiz. Doimo umr yo'ldoshingiz bilan birgalikda farzandlarga bosh bo'lib yuring. Farzandlaringiz sizni juda ham yaxshi ko'rishadi. Biz xudo xolasa siz uchun chiroyli bir tabriklab tayyorlab kelganmiz. Baxtli kunlar muborak bo'lsin. Chiroyli qo'shiqlar sadosi ostida ularni taklif qilamiz. Biz boshladik. G'amlar yuragimda kurtak otganda, omadim quyoshi nogoh botganda. G'amlar yuragimda kurtak otganda, omadim quyoshi nogoh botganda. Eng yaqin do'stlarim meni sotganda, onajon bir to'yib yig'lagim keldi. Eng yaqin do'stlarim meni sotganda, onajon bir to'yib yig'lagim keldi. Onajonim mehribonim, bag'ringizga bosh qo'yib yig'lagim keldi. Yurgan yo'lagim, yiqilib yerlarga teksa kuragim. Armonlar yutganda toza tilagim, onajon bir to'yib yig'lagim keldi. Bag'ringizga bosh qo'yib uxlagim keldi. Onajonim mehribonim, bag'ringizga bosh qo'yib yig'lagim keldi. Bugun farzandlarni, ota-onalarni duosini olib farzandlarni duo qilayotgan baxtli oilani xursandchilik kunidamiz va bugun xudo xolasa o'ylaymanki, eng baxtli lahzalarni birgalikda guvohi bo'lish uchun yig'ilganmiz. Bugungi baxtli kunlar, xonadondagi xursandchilik kunlar muborak bo'lsin. Onajonimizga uzoq umr, sihat salomatlik tilab qolamiz. Ruxsat bersalaring shu farzandlaringni chiroyli bir tabrik so'zlari bor. Alijon aka, Halimaxon ona, mehribon ota-ona, doimo baxtimizga sog' bo'linglar. Otajonim, oilamiz ustuni, onajonim, oilamiz farishtasi. 4 farzandni dunyoga keltirib, voyaga yetkazib, yeman yedirdi, kiyman kiydirdi, borini berdi ota-onam. Biz dunyodagi eng baxtli farzandlarimiz, chunki mehribon ota-onamiz boshimizda duogo'yimiz, soyabonimiz bor. Onajon, bugungi shukrona kuningiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Doimo baxtimizga sog' bo'ling. Bunaqa yoshlarning ko'pini ko'rib yurishlik nasib qilsin. Alloh sizlardaqa mehribon ota-onani farzandli qilib yaratgani uchun Allohga cheksiz hamd-sanolar bo'lsin. Sizlarni yaxshi ko'ramiz deb farzandlaring nomidan, nabiralaring nomidan va bugun davramizga yig'ilgan barcha mehmonlar nomidan va sizlarni eng yaxshi ko'ruvchi ota-onalaring nomidan tabriklaymiz. Qarsiginglar bo'lsin. Shuncha inson mana onajonimiz baxtli kuni sababli dasturxon atrofiga yig'ilib, katta bir oila, katta bir shajara, baxtli kunlar muborak bo'lsin. Endi keliningizga hoji buva sizdan tabrikingizni sizdan eshitaylik birinchi. Ha, mayli. Ha.
katta qizlarimiz, kelin demaymiz. Umrlari uzoq bo'lsin, tani jonlari sog' bo'lsin, qo'shgan bilan qo'sha qarisin. Nimaiki maqsadlar bo'lsa Alloh o'zi yetkazsin. Umri uzoq bo'lsin. Mana shunday tug'ilgan kunlarni ko'pini ko'raylik Parvardigor. Bolalarini orzu havasini birgalikda ko'rsin ilohim bolalarimiz. Chevaralar ko'rib chevaralarda to'ydi, mana shunday tursin ilohim, bizga o'xshatsin bolalarimiz. Baxtli bo'lsin ilohim. Alijon aka, sizdan tabrik eshitamiz. Shunga gapiramiz. Nimadir tabriklaymiz. Mana 60-59 yoshga kirishibdi mana. 40 yildan beri Xudoga shukr mana 4 ta farzand voyaga yetkazib, men bilan voyaga yetkazib tarbiyaladik. Mana bundan bag'iga ham sog' salomat yursin yonimizda. Umri uzoq bo'lsin, shu tilagimiz. Qo'shgan bilan qo'sha qarisin. Hozir eng baxtlilar sanarda guvoh bo'lasizlar. Telefonda kamerasini yoqib olinglar. Chunki hozir davrada turgan ikki onani kimlargadir ona, mana otalarimizga vafoli yor, kimlargadir opa, kimlargadir singil. Eng baxtli ayol qaysi ayolligini hozir ko'rsataman sizlarga. Mikrofonni tushirib turing. Ash gulni berib turing. Ha. Qarsigilar bo'lsin. Mana siz olasiz ekan mana. Mana 85 ga kelib mana gullarni beryapman. Yo, oldin ham berganman. Endi mana Alijon aka siz kelinoyimga berib bugun tug'ilgan kuni bilan tabriklab qo'yasiz. Qarsigilar bo'lsin. Hop, hazil-hazilu O'zbegimizda umr yo'ldoshini qo'lidan gul olgan ayol eng baxtli ayol. Hozir ikkala onalarimizni eng baxtli ayollarga qildik. Agar yoniga pul qo'shib bersalaring, undan ham baxtli ayol bo'lishadi. Faqat gul beravermasa, orada pulini ham berib turaveringlar. Xullas, bugun chiroyli bir bayram. Mana onajonimiz keldilar. Onajon, sizdan ham tabriklar eshitamiz. Agar bu tomon keling. Assalomu alaykum. Aziz qarindoshlar. Mana singlim Halimaxonda xonadoniga hammalari xush kelibsizlar. Singlimni tug'ilgan kuni munosabati bilan mana yig'ilib turibmiz ekan davrada. Shundan foydalanib, singlimni Halimaxonda tug'ilgan kuni bilan tabriklayman. Tani joni sog' bo'lsin, umri uzun bo'lsin, rizqi ulug' bo'lsin. Alijon bilan birlikda bolalarini rohatini ko'rishsin. Umralarga, katta hojilarga bolalari olib borishsin. Shunaqa tez shunaqa yig'inlar bo'lib turishini istaymiz hammamiz. Hammalaringiz sog' bo'linglar. Endi ana oilani katta mashkul demang. Yo, siz turib turing. Eshtaylik, gul olganingizdan keyin yana ham yosharib ketdingiz. Endi ilohim hamisha xursandlik bo'lsin. Chevaralarda to'yda, nevaralarda to'yda ham mana shunday bo'lsin ilohim. Ilohim. Xatolarimizdan xato bo'lmaylik. Alloh kuch-quvvat bersin, omadni bersin bolalarimga. O'g'il qizlarim qo'sha qarisin. Bularda davlatida biz yuraylik, bizda davlatimizda bolalarimiz yursin. Ilohim, yurtimiz tinch bo'lsin. Gul olib xursand bo'ldingizmi? Osmonimiz musaffo bo'lsin. Ha, endi Gul gullar. olib xursand bo'ldingizmi? Voy, xursand bo'ldim. Qolgan mana shu yerda turganlar, biz tomosha qilayotganlarga mana otalarimizdan master klass. Xullas endi onajoni Buni berishgan bu gullarni. Ha. Men bergan bu gullardan. Ha. Endi qolganlar ham bilib olsin dedim-da, yangi uylanganlar bor ichimizda. Xo'p, farzandlari, kelinglar onajonlarimni farzandlari. Degini aytishingiz mumkin. Gapingiz uncha yo'q menda. Yuragingizdagini yaxshi ko'rishingizni ayting. Iloyim ayam uzoq umr ko'rsin, baxtimizga sog' salomat bo'lsin. Akam ham, ukam ham, singllarim ham hammamiz bizni baxtimizga qutlab bo'ling.
Nasibaxon. O'g'lingizni nomidan ham tabriklayman. Iloyim baxtimizga sog' bo'ling. Iloyim duoda bo'lar. Keyingi safar umra safarlariga jo'natish nasib qilsin. Baxtimizga sog'. Sizlar ham baxtimizga sog' bo'lsalar, hamma narsa sog'liklari. Qani. Shu buvam yuziga yursin. Hammamiz vaqtida sog' bo'lsin. Eng mazza joy onani bag'ri. Eng rohatli joy. Qani? Onam baxtimizga sog' bo'lsin. Dadam bilan birgalikda qo'sha qarib, bizni rohatimizni ko'rib yurish nasib qilsin. Rahmat hammalarga kelganlar. Salomat bo'linglar. Ana endi Halimaxon ona baxtli kunlaringiz muborak bo'lsin. Tug'ilgan kuningiz mana rejalashtirib, shuncha odam hozir havas qilib turibdi. Mana shunaqa baxtli kunlaringizga ko'z tegmasin, taassurotlaringizni, kayfiyatingizni eshitamiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar, mehmonlar, yo'llarim, jigarlarim, opa-singillarim, bolajonlarim, nevaralarim. Hammalaringga rahmat. Allohim mana shunday kunlarga nasib qilganligicha mana tog'dek ota-onam doimo yonimda. Bundan keyin ham yonimda bo'lsin. Onam o'rnida opam mana uzoqlardan bo'lsa ham mana kelishibdi. Mana qudalarim, endi ular singillarim deyman. Jigarlarim deb, ular ham sog' bo'lsin. Hammani bolalarini baxtga mana shunaqa ko'rib yurish hammani o'ziga nasib qilsin. Hech kimni bolasini birovga muhtoj ham qilmasin, xo'r ham, zor ham qilmasin Alloh. Ilohim. Hammamiz ashuna bolalarimizni ham shunaqa yaxshilik kunlarini birgalikda mana dadam, buvam, xo'jayinim, ali marhaba Karima bilganimda she'rini yodlab olardim. Ali yo'ldan top kelib gul bersa qancha oxiri yaxshi bo'lmaydi-yu, baribir o'sha hozir she'r esimga keldi. Afsuski yodlab olmagan ekanman. Birinchi marta oldim gul. Endi qasrlar ochib tashlang. Haqiqatan boshqacha bo'lar ekan, haqiqatan. Yoshlik davrim esimga keldi. Men aytaman, o'sha uchun gul berish kerak. O'sha sog' bo'lsa mana endi ularga berishadi. Endi hamma sog' bo'lsin, xush kelibsizlar. Hammaga shunaqa kunlar nasib qildi. Uzoq yillar billa shuna yaxshilik kunlarda yurish nasib qilsin Alloh. Ayolga baxt bering, saodat bering. Demang, yuribdi-ku kulib jilmayib, ayol kulib turib o'lishi mumkin, dunyoni olishi mumkin bir jilmayib. Onalarga bir quchoq chiroyli gul, ikki og'zim shirin so'z. Onajon, sizni yaxshi ko'raman desiz, ishoning o'sha kuni o'sha onadan baxtli ona bo'lmaydi. Duru gavhar chartmas onaga. Bag'ringizga bosib, onajon, sizni yaxshi ko'raman desiz, o'sha kuni o'sha odamdan baxtli odam bo'lmaydi. Hozir men shuncha insonning ichida Alijon akamga havas qilib turibman. Chunki ulug' yoshga kirgan ota-onasi, onasi hayot. Eng baxtli odamsiz. Chunki otani, onani hidini hidlash uchun borimni berishga tayyorman degan insonlar turibdi. Mana Halimaxon onam. Demoqchimanki, yaxshi kunlarga ko'z tegmasin onajon. Baxtli kunlar, yaxshilik kunlar bardavom bo'lsin. Bayram tortini topshirishlaring mumkin. Sovg'alar, nabiralar, farzandlar yaqinlab beraveringlar. Olib bering tort javob. Muborak bo'lsin. Menga gullar. Endi bugun tilaklar eshitamiz desak, Halimaxon ona juda ham ko'p. Mana shu yerdagi hamma insonlar, qavmi qarindosh, qo'ni qo'shnilar hammasi sizga yaxshi niyatlarini bildirish uchun kelishgan. Endi bugun Hoji ota ruxsat berasing, davraga taklif qilamiz. Bir bayram deb bo'lsin. Sen kabi qomati rasa Farg'onada
rasoye Farg'onada bittagina mani kabi qaddingga ado Farg'onada bittagina oh mani kabi qaddingga ado Farg'onada bittagina sen kabi diydor tabib nozi shifo qayda yana sen kabi diydor tabib nozi shifo qayda yana mani kabi dardi bedavo Farg'onada bittagina mani kabi dardi bedavo Farg'onada bittagina Farg'onada bittagina man kabi husningga gado Farg'onada bittagina